Bu safargi ishimiz jamoamiz bilan xudo xolasa sammoykalarga Suxoy tomon bo'ladi. Buni biz korpusi dizayni, ichki qismlarini yasab, noldan yasadik. Shunga o'xshagan xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Sammoykaning boshqa zapchaslari o'rnatish berish bo'yicha tanishimiz bor, aloqaga chiqaverasiz. Biz buni bitgan holatini video davomida qo'yib boramiz. Hoji aka, bugun biz ham Suxoy tuman apparatimizda juda ham zo'r yangilik qildik. Ya'ni o'zingiz ko'rib turganingizdek ikkita hidi bo'ladi, podkatka shina bo'ladi, chernitel bo'ladi, turbofan bo'ladi. Sizlarga ichki holatini ham ko'rsatamiz. Ichiga tushgan zapchaslarning hisobini qilingan aniq razmerda. Buni kraskasiga alohida e'tibor berasizlar. Qora matviy, tilla rang, zarli, parashka kraskada sepilgan, 180 gradusda qizdirilgan.